Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, qimmatli qatnashchilar, amansizlarmi? Okey, bugun 18 may Жалалабад областы Базарқорғон жылқы базарындабыз. Бүгін ушул жерде алынган сатылган баларды илип беребиз тугандар. Видеону көргөнчө сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди кымбат арзан экенин комментарийге жаза кетебиз тугандар. Бүгін негедир өткөнкү базарга караганда бүгүн көбүрөөк экен ат. Анан нерде бир ат сода болду азыр. Катуу сода болду дебиз дагычы. Кандайсың? Жакшы. Ат канча? At 180. 1000 so'm aka. Islom aka 153 Altınbek. Kancha bu? Bunun 220 ming so'm bo'lgan. Aha. Sağ bo'lmas, jelingda 220 ming so'm. Jo'sh bu. Sağlar tapqon ekan. Jelinler ne? Sağ olun, zor. Qani bunday yaqindatayın. Yo'ba. 5-6 tuğan. 200 qancha ming ile? 220 ming so'm. Oo, şu çöp bidarlar 200 so'mdan satıldı. Hazır. Çöp 200 so'mdan satıldı. Ha, nomer ayt. Aha. 0940. Qanchani tuğan be? 5-6 tuğan be. Bal. 220 ming so'm telefon nomeri aytildi. Qulun urg'achu? Qulunni da urg'achgan. Bol. Bir de bandit soda olattı o bandit. Bandit kanca soda oldu. Selamünaleyküm. 100 ming so'm beraylik do'konmi? Bozor qal. Tamam. Tamam. Bandit degan ot. Şavkar girip olturga bugün Şavkar. Şerin tatçım yok. Qaysi ot soda oldu? Tatlar bırak. Kollarınla tat. Ha. Bet uruluq bu. Torat. Qanchaga? 122 bu 25 ton. Mayli, süleş berli. Tura kelsa. 25 ga bo'lsa berayin deb o'tav. 3000 talash bo'lyapti da. 22 yilda bor. Ha. Jash nekan bo'lyapti? Bekasi. Yo'qdan tayin aldınız geçen. 25 kısa veriyor. 122 ming so'm olsa da bo'lyapti. Boyu 1.50 dan jo'g'or ekan ha. Egerim qalqaldı. Bu qancha yerda? 150. 150 ming so'm. Hozir qancha so'rayapti aka? Ha. So'raylik ha. Neda at chalish bo'lib ketdilar, to'xtab qoldilar. İslam cüret qo'ydi. Men bu vaqtda bor degan. No 5 qashqa ekan.
5 kaşka kanca gene? 110 bin so'm. Yaşım ne? 110 bin so'm gen 5 kaşka. Jerde kancha eken jerde? 120. Ne ulov o'xshaydi ha? Ulov akamingiz bey. Assalomu alaykum. Qancha ekan buning bosi? 95 lira. 95 ming so'm. Qulon qancha ekan qulon? 130 ming so'm kam bor ha. At qancha ekan to'lanovi? 120 ming so'm. Kam bo'ladi. Yaşchi? 4 hafta. 4 tası 120 ming so'm kam bor ekan. Noat yaxshadigan janlar. Qancha ekan bu qara? Bas. $150 ming so'm. Yeki 120 ming so'm ekan aka. Ot qancha ekan otova? Assalomu alaykum. Ot qancha ekan? 30 da otam. 130 mi? Oo. Yaxshi nesa ekanda shu. Yaxshi ekan. Yaşı qanday? Janasi baba. İşlerinden şunday görünüptü. Öskürüm qancha ekan aka? 90 ming so'm. Ben yol sağlık Bekşik'e jetilep düştü uçuyordu. Oha. Çıkar. Ayda koyalım ne ayda. Bacıklar tatlı bile de. Tanın aka. Assalomu alaykum. Yaxshi zo'r aka. Pul nöbeler qanchadan ekan? O egesi. Bazı 26. Pul nöbe qancha ekan? 120 ga bermay tam. Bilmasa ekan. 120 ming so'm berdi. Ah. Super da ya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Semiz qancha bo'lyaptir? 130 ming so'm ekan semiz. Öspürümlerdi görelim öspürümlerdi. Bir yaşlarda bular. Aylar qanchadan ekan? 55-60. Evet şu. Çoğunrağı 60 ekan, kichikroq 55 ekan. Öspürüm qancha ekan? Ayli. Öspürüm. Qancha? Bas. 65 oldu. 65 ming so'm. Tay qancha ekan tay aka? 65 ming so'm. Krasavchiklar qo'mdilar. Ya krasavchiklar qanchadan aka?
90'dan. 90 ming so'mdan mı? Narxı chiqashqa? 85 bu 75. Aka. Qanaqa yaxshimi? 95 85 75 mi? 90 85 75. Aa, 90 85 75. Kim qancha ekan aka? 85. 85 ming so'm. Aka qanaqa yaxshimi? Bilasizmi? Buni chekirni o'rasiz. Chekir ekanda bu yoqqa. Pakilichki. Bu qancha ekan aka? So'm. So'm ming so'm. Qancha ekan ot? Nurjikova ot qancha ekan? Qanchaga sotildi? 136 ming so'mga sotilmiş. 16 Kızılay'dan gelsin. Qanchaga so'rayapsiz aka? 116 ming so'mga so'rayapsiz, ha? Yaşım ekan? Uzoq belli bo'lyapti ekan. Jaylog'ini aytib o'rnatib ekanda. 116 ming so'mga so'rayapti hozir. Bu yoqda ham soda oldi o'xshaydi. Buni qo'limda boya 220 ming so'm dedi. Sırğa degan siz bilasiz, ha? Nasılsınız? Assalomu alaykum. Nasıl? Ya oğlum kopar dedim. Çarkar gindin ekan. Doktor. Şu doktoruna kapat.